naringga tortdi, naringda uzunda ipi, ana uzun ipi. Bu naringniki uzun ipi. Mana uni aql ko'ramiz. Ustoga siz blogerlikdan tashqari tashkent ham qilishni bilasizmi? Tashkent qo'yamiz, qumshoqlarni qilamiz. Mana shunaqa qilib uni pravilada javob beramiz, pravilada tekshiramiz mana bunaqa. O'ta o'ynab ketyapti. Mana yonlarimda olib ko'rsatdingda mana. Ha, ko'rib olasizlar mana. 30 mingdan bo'lyapti. Bo'sh vaqtingizda nimalarga shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtimizda qumshoq qilamiz. Bu aka shogirdingiz bo'lamisiz siz? Ha, shogirdim. Yangi kelganmi? Yangi. Yaxshi. Bitta shogird Kuniga 2 mingdan ishlaydi. kuniga Kuniga 2 ming. 8 dan 5 gacha. 8